Assalomu alaykum va rahmatulloh. Men Toshkent shahridan Umul Quro universiteti qoshidagi Iqro Arabiya arab tili kursiga yozilgan edim Toshkentda. Bizani Toshkentdan Jidda shahriga uchganimizda Jidda shahridan yaxshi komfortniy avtobusda kutib olishdi va Jidda shahridan bizani to'g'ridan-to'g'ri mehmonxonaga joylashtirishdi. Mehmonxonamiz yaxshi sharoitlari har bitta kelgan turistlar uchun va o'qishga kelgan har bitta talaba uchun kerakli bo'lgan hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Mehmonxonada ikki mahal shved stoli ko'rinishida ertalab va kechqurungi nonushta taqdim qilinadi va shu bilan birga bizani o'qishlarga joylashtirishdi. Umul Quro universitetiga borganimizda bizani imtihon qilishdi. O'sha imtihon asosida keyin har xil mustavalarga bo'lishdi. Hammamizni o'zimizni bilimimizga qarab mustavalarga joylashtirishdi. Mustavalarimiz sıfırdan boshlab yuqori bo'lgan mustavalagacha mavjud. Masalan, biz kelganimizda shu 3-mustavaga to'g'ri keldi va shu 3-mustavadan hozir darsimizni davom ettiryapmiz. Darsdan tashqari mehmonxonada 24 ga 7 avtobus xizmati mavjud. Darsdan tashqari bo'lgan paytimiz shu avtobus orqali Makka Mukarramani haromga borib, u yerda toat ibodat qilib, qo'ldan kelgancha ziyorat qilishga harakat qilyapmiz. Undan tashqari bularda arab tilida o'tla deydi. Oddiy kunlarida shu kunlari bizani har xil jaballarga, ya'ni tog'larga olib chiqishyapti. Bulardan Jabalun Nurga bordik, Hud tog'iga bordik va u yerdagi har xil tarixiy muzeylarni ko'rdik. Muzeylarda har xil davrga to'g'ri keladigan Qur'onlarni ko'rishga muyassar bo'ldik. Xudo xolasa ertaga asr namozidan so'ng chiqib ketib 3 kun Madina Munavvarada ibodat qilamiz va Xudo xolasa Masjidul Nabaviyda ravzaga kirishni niyat qildik. Juma kuni juma namozidan so'ng yana Makka shahriga qaytib kelib, bu yerda darsimizni davom ettiramiz. 9-iyungacha darsimiz bo'ladi va undan keyin hamma talab ilmlarga, ya'ni o'quvchilarga sertifikatlar taqdim qilinadi. Keyin Xudo xolasa yurtimizga qaytamiz, lekin bu yerda qolib o'qishini davom ettirayotganlar ham mavjud. O'qituvchilarni dars o'tish uslubi qanday bo'lyapti? Arab o'qituvchidan arab tilini o'rganish murakkab emasmi? Boshida ozgina qiyin bo'ldi, to'g'ri. Birdaniga arab ustoziga tushib qolish, bir ikkita darsdan keyin ularni gapirishini eshitganimizdan keyin o'zimiz ham ancha harakat qilishga boshladik. Chunki arab ustozidan o'rgangan nimasi yaxshi? U ustoz na rus tilini bilmaydi, ingliz tilini ozgina biladi, o'zbek tilini umuman tushunmaydi. Shuning uchun talabalar, o'zbek talabalar noiloj arab tilida gaplashishga harakat qilib ketishdi. Biz Makka shahridagi Umul Quro universitetiga shu arab tilini o'rganish uchun Ayibxonga tegishli bo'lgan MKH Consulting kompaniyasi orqali keldik. Boshida bizda to'g'risini aytsam shubha bo'lgan edi. Shu va'dalar hammasi bajariladimi yoki yo'qmi deb. Lekin Allohga shukr, hamma va'dalar 100% bajarildi. Hech qanaqa qiyinchilik tug'dirilmadi. Shuning uchun sizlarga ham shu kompaniya orqali kelishinglarni maslahat beraman. Juda ham yaxshi, hamma narsa chiroyli, hammasi reja bo'yicha qilingan. Hech qanaqa qiyinchiliklar tug'dirilmadi.